Ko'pchilik o'z vujudida ko'chib yuruvchi bir og'riq borligini aytadi. Ammo hech qanday muolaja uni ketkaza olmaganidan shikoyat qiladilar. Ba'zan bu og'riq ruhiy jin tegishidan yoki hasad va ko'z ta'siridan ham bo'lishi mumkin. Asab toliqishidan bo'lishi ham mumkin, ya'ni jismoniy. Qanday sababdan bo'lishidan qat'iy nazar, Hud surasining 44-oyati va Isro surasining 105-oyatlari bu og'riqni yo'qotish xossasiga ega bo'lib, yaxshilab tahorat olib bu oyatlarni og'riyotgan joyga o'ng qo'lni qo'yib 7 marotaba o'qib dam solinsa, darhol og'riq yo'qoladi. Mu'tabar bir manbadan ishonchli olimning so'zidan olindi. Marhamat, ishonch va ixlos bilan bu oyatlardan foydalaning. Minglagan pulingiz behuda sarf bo'lmay cho'ntagingizda qoladi. Og'riqlardan xalos topsangiz, bizning haqimizga ham duo qilib qo'yishni unutmang. Oyatlar budir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmiz zolimin. Hud surasi 4-oyat. Bismillahir rohmanir rohim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Isro surasi 105-oyat.